Assalomu alaykum, hurmatli kanal kuzatuvchilari, sog'misiz, omonmisizlar? Yurtimizda tinchligina ko'z değmesin, yurtdoshlarimiz sog' salomat bo'lsinlar. 2026-yil 1-iyun sanasına göre Amudaryoda suvimiz do'stlar. Ko'rib turganingizdek, suv zo'r. Avvalgi videolarimizda ko'rsatib o'tdik, ishonlarda chayalar ko'rinib turibdi, ya'ni yer ko'rinib turibdi. Hozir yaxshi. Xudo xolasa suvimiz mo'l bo'laversin. Dehqonchiliklarimiz yaxshi, chorvamiz yaxshi do'stlar. Ko'rib turganingizdek, Amudaryodamiz bugun. Amudaryoni sog'ingan do'stlarimizga tashlab qo'yamiz. Bu yoqda suv yaxshi kelib turibdi. Bu yon taraflar ham yaxshi. Suvning oqishi yaxshi. Xudo xolasa, o'sha suvimiz yaxshilanib boradi degan umiddamiz. Nasib qilsa, hozir bir nalar bilan ishlar bilan o'tib borayotirdik. Shunga bir Amudaryoni sog'ingan do'stlarimizga bir video ulashib qo'ydik dedik. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yasiz do'stlar. Xizmatni qadrlab bir like bosib qo'yasiz. Amudaryoni hozirgi holati 2026-yil 1-iyun sanasına göre suvimiz yaxshi. Xudoyim suvlarimiz mo'l bo'laversin. Bir like bosib qo'yamiz do'stlar. Kanalda yangi bo'lsak obuna bo'lib qo'yamiz. Yurtimizning tinchligina ko'z değmesin, yurtdoshlarimiz sog' salomat bo'lsinlar. O'zlaringizni asranglar do'stlar.